aytmoqchi edim. Mana Asaka dehqon bozorida bu bolani o'zi juda ko'p insonlar taniydi asakaliklar. Menga qarab qo'ydi-ku. Ko'p taniydi mana. Gugurt sotadi, 10 mingga 4 pachka, 10 mingga 5 pachka qilib gugurt sotadi, hozir salfetka sotyapti. Ular sezonga qarab turib hamisha qiladi. Bunaqa aravalar ham ishchilar qilib, aravalar ham chiqarib qo'ygan. O'zi maktabiga ham boradi, ishni ham qiladi. Nechta ishchi bor? 4 ishchisi bor, 4 ta aravaga mana salfetkalar chiqarib qo'ygan ekan. Ko'p narsani o'rgatib turamiz, yordamlashib turamiz bozorda. Qancha pul topasan aka? To'g'ri, haqiqatni gapir. Tashqari 300 ming 400 ming so'm hisob qo'ydi. Xo'p, 2012-yil bola, necha yosh bola ekan? 14 yosh bola. Mana kuniga 300 ming so'm, 400 ming so'm ta'mirga foydasi bor. Ya'ni shaxsan guvohi bo'lganman, oyiga eng kamida 1000 dollar pul topadi. Men ko'zim bilan ko'rgan narsa. 2010 bu yoshli bola hozir nima qilyapti? Hozir PUBG o'ynab yurishibdi. Ukam maktabiga ham yuguradi. To'g'rimi? Ishchilar ham mana chiqarib qo'ygan. Orqa tomonida ishchi. Bu yoqda men ishchilarim. Xo'p, bu yoqda men doim bo'lsa mana bunga salfetka 4 ta ishchi, 4 ta arava qilib chiqarib qo'ygan. Malades, yaxshi pul topadi yoshlar. Kelajakda xudo